Assalomu alaykum azizlar. Biz AvtoKids Detskiy bolalar do'koni YouTube'da ham o'zimizni sahifamizni boshladik. Hozir sizlarga do'konimizdagi mashinalar, ularning summasi hamda bular dastavka tayyorlab qo'ygan mashinalarimizni hozir ulashib ketyapti Andijonga. Ikkala mashinamizni, mashinalarning summasi hamda qanaqa xususiyati egaligi haqida shu videoda aytib o'tamiz. YouTube'ga joylayotganimiz sababi YouTube'da bilasizlar, vaqti anchagina uzoq, Instagramda vaqti kam bo'lgani uchun biz YouTube sahifa boshladik hamda hozir do'kondagi mashinalar bilan tanishtirib o'tamiz. Avvalo sizlarni mahallani, yo'lda sharoiti qanaqaligi hamda farzandinglar necha yoshligini komment yozib ketsanglar, biz o'sha kommentlarni o'qib sizlarga javob qaytaramiz. Do'konimizdagi bugungi kundagi eng ko'p sotiladigan mashinamiz Volkswagen 958 modelimiz bo'ladi. 1 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan. Juda ham tashqi dizayni hashamatli, chiroyli qilib ishlangan model. Balonli yumshoq balon, oldi fari o'chib yonadi. Eshik ochilib yopiladi, sidiniy kojinli qilib ishlangan, fleshga o'qiydi. Bluetooth o'qiydi hamda kashli funksiyasi ham bo'ladi. Hozir salon qismini ham sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Mashinamizni salon qismi sidiniy mashtaqa jigarli salon qilingan bo'ladi. Bu yerda fleshga o'qiydigan joylar hammasi qulayligi mavjud. Balonli yumshoq balon, mana bemalol ko'rsatib bo'ladi. Yumshoq balon, plastmassa bo'lmaydi. Balonning o'zi ham sizlarga ancha yil xizmat qiladi. Endi bularni akkumulyator yetishi, qancha soat yurishiga keladigan bo'lsa, pashti 90% mashinamiz bir xil tinmasdan haydasa 2 soatga yetadi. Dam olib uchiladigan bo'lsa, kun davomida haydasizlar ham bo'ladi. Endi mana mashinamizga bitta video olganmiz. Alohida sababi o'zini pulini oqlaydigan, tashqi dizayni anchagina katta qilib ishlangan. Qarashu mashinamizni ushbu mashinamiz bo'ladi. 60 kilogacha bemalol yuk ola oladi. 7 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan. Balonli yumshoq balon bo'ladi. Eshik ochilib yopiladi shu mashinamizda ham. Sidiniy kojinli, salon qismi anchagina bunaqasiga keng. 2 yoshli bola yonma-yon bemalol sig'adi. Bu yerda kattagina bagaji ham mavjud bo'ladi. Bu yerda xilma-xil muzikalar bu muzika fleshga o'qishi 90% mashinada bo'ladi. O'shaning uchun unga alohida to'xtalib o'tmaymiz. Ham gaz pedaldan, ham pultdan masofadan bemalol boshqarsangiz ham bo'ladi. Ushbu mashinamiz ham 1 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan. Ham tekis yo'ldagi, ham notekis yo'ldagi bemalol foydalansanglar bo'ladi. Ikkita bolali obunachilarimiz uchun mana shunaqa modellar olib kelib qo'yganmiz. Mana bu mashinamiz ham 2 kishilik bo'ladi. Qo'shimchasiga sidiniyasi suriladi. Bu hozir oldinga olib kelib qo'yganmiz. O'zi standart holatda, bunaqa holatda bo'ladi. 70 kilogacha yuk olishga mo'ljallangan model. Ichiga ikkita 5 yoshli bola bemalol sig'adi. Do'konimizdagi eng katta mashinalardan bittasi hisoblanadi. Mashinalar ko'p, modellar ko'p. BMW X7, Mercedes-Benz, tepadagi ixcham Volkswagenlar hamda eng sifatli deb tanilgan litsenzioniy Volkswagen mashinamizda G63. Ushbu mashinamizda akkumulyator ham 23 voltli katta akkumulyator qo'yilgan bo'ladi. Do'kondagi ko'p mashinalarning tezligi maksimalni 7-8 bo'ladigan bo'lsa, bu mashinamizda 13 gacha tezlasha oladi hamda ikkita bola uchun mo'ljallangan model bo'ladi. Ushbu mashinamiz ham sinovdan o'tgan, ishonchli 2 kishilik yaxshi mashina. Jeep mashinamiz balonli yumshoq balon bo'ladi. Sidiniy ikkita bolaga alohida qilib ishlangan. Shu joyda bitta narsani eslatib qo'ymoqchiman azizlar, 2 kishilik mashina olganinglarda bitta joyga e'tiborli bo'linglar. Mana bu mashinamiz ham juda katta. Buni 2 kishilik deb aytilgan joylari ham bor, lekin o'zi aslida ruli o'rtada bo'lsa, bu mashina bitta bola uchun mo'ljallangan bo'ladi. 2 kishilik mashinamizda mana ruli sentrdan chapga qochgan bo'ladi. Mana bitta bola uchun отдельный joy, ikkinchi bola uchun отдельный joy bo'ladi. O'shanda manimki bitta bola chiqqanda yonidagi bolasi, yonidagi o'sha ukasimi, singlisimi siqilib qolmaydi. Mana shunaqa saloni keng bo'ladi. Shu tomondan bemalol ajratib olsanglar bo'ladi. Endi ushbu litsenzioniy Volkswagen mashinamizga keladigan bo'lsa, bu mashinamizda ham mana sidiniyasi ikkita bolaga alohida qilib ishlangan hamda ruli sentrdan chapga qochgan. Bu skorosti ishlaydi, haqiqiy obmanka bo'lmaydi. Polniy ведущий bo'ladi. Har bitta baloniga bittadan motor qo'yilgan bo'ladi. Ushbu modelimizda ham do'konimizdagi hamma mashinalarning baloni yumshoq balon bo'ladi. Plastmassa balon sotmaymiz mana. O'singlar bo'ladi. Ana yumshoq balon hammasi. Hamda BMW X7 mashinamizda kattaligi xuddi mana shu litsenzioniy Volkswagendek bo'ladi. Faqat akkumulyatori 12 voltli akkumulyator qo'yilgan hisobiga buni maksimal tezligi 13, buni maksimal tezligi 7-8 atrofida bo'ladi. Yana bitta mashinamizda hozir talab juda ham katta bu mashinamizga drift qilishga mo'ljallangan mashinamiz.
Bu modelimizni ham ko'pchilik bilishadi. Ikkita bola uchun mo'ljallangan model. Tez yurishga mo'ljallangan anchagina chaqqon mashina. Bunda oldi balon yumshoq balon bo'ladi. Orqa baloni plastmassasi bo'ladi, bo'lmasa drift qila olmaydi. Shu sababdan orqa balon plastmassasi qilingan. Sideniyasi mashinamizning ichi mana shu qizil liniyalar bilan o'chib yonadigan qilib ishlangan bo'ladi. Svetodiodda bu mashinamizda ham juda ham ko'p. Buni Instagram sahifamizda ko'rib olsanglar ham bo'ladi. Bu yerda yo'l tanlamas Toyota mashinamizda hamda boya aytib o'tgan Jeep mashinamizning ko'kidan bo'ladi, hamda Gelevagillarni ozgina 958 modeldan ozgina katta qilib ishlangani. Bu yerda Gelevagi mashinamizda ham o'zi 5-6 xili mavjud, katta kichkina 24 12 volt o'ziga qarab uni tanlab olasizlar. Mototsiklarimizga keladigan bo'lsa, bizga mototsikllar haqida ham ko'p savollar kelyapti. Mototsikllarni biz 3 yoshdan katta bo'lgan bolalar uchun tavsiya qilamiz. Sababi o'zingizlar bilasizlar, mototsiklda pulti bo'lmaydi. Bitta mana shu ikkita modelda pult chiqadi. Qolganida pulti yo'q. Bola o'zi qayerga xohlasa buni haydab ketadi. 3 yoshdan bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan mototsiklimiz ushbu modelimiz bo'ladi. 3 yoshdan 8 yoshgacha foydalanishga mo'ljallangan balonli yumshoq balon, sidiniya kojinli kalta zavod bo'ladi. Fleshga o'qiydi, xilma-xil muzikalar qo'yisanglar bo'ladi. Summasiga yetib ketsangiz, sarazi $120 dastlabki butun O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Men boya o'zim alohida maqtagan mashinam $200 dastlabki butun O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul bo'ladi. Xo'p, litsenziyaga Gelevagi mashinamiz $300 24 voltli katta akkumulyatori dastlabki O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul bo'ladi azizlar. Hamda bu mashinamizda skidkada hozir 2.800.000 so'm dastlabki butun O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Kattaligi jihatidan, lekin bu 2.800.000 mashinamizda 3.600.000 hozir adashmasam 3.600.000 bo'ladi, $300. Bu mashinadan ancha katta ishlangan bo'ladi. Bu tomonni ham hisobga olinglar, hamda notekis yo'lda uchun bu mashina ko'proq mos keladi. Bunda tegi yerda ancha baland, baloni ham o'shanga yarasha katta qilib ishlangan. Amortizatori ikkovida ham ancha yumshoq ishlaydi. Xo'p, drift qilishga mo'ljallangan mashinamiz $250, 24 volt akkumulyator hozirlangan katta mashina. Hamda bu mashinamizda F8 modelimiz, buni ham ko'pchilik bilishadi. Buni parkda ishlaydigan akalarimiz o'zligiga juda ham ko'p sotib olishadi. Yaxshi mashina, sifatli. Bunda 24 voltli akkumulyatordan ikkita chiqadi, 90-100 kilogacha yuk olishga mo'ljallangan. Ichiga ikkita 10 yoshli bola ham bemalol sig'adi. $430 ushbu mashinamizda dastavkasi bunda ham butun O'zbekiston bo'ylab bepul bo'ladi. Mototsikllarimiz haqida gap ketyapti. Mana bu ham juda ham yaxshi tanlov bo'ladi. Ikkita bola uchun mo'ljallangan mototsiklimiz balonli yumshoq balon oldi fari o'chib yonadi. Bu joyda 4 yoshgacha, bu joyda 7-8 yoshgacha farzandlik bemalol foydalansa bo'ladi. Xo'p, $200 dastavkasi butun O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul bo'ladi azizlar. Xo'p, to'polonchi shumtaga bolalar uchun tezlik xohlaydigan ukalarimiz uchun ushbu mototsiklimizni taklif qilamiz. Maksimal tezligi 13-15 gacha chiqadi. Juda ham mustahkam model, 70 kilogacha yuk olishga mo'ljallangan. Bu mototsikllarning tezligi 7-8 bo'ladi. Mana bularniki, buniki 13-15 atrofida chiqadi. Hamda yana bitta yangi modelimizdan kelgan. Yangi emas, o'tgan yil ham sotganmiz. Endi bunisi yaqinda keldi. Mana mototsiklimiz, buni ham ko'pchilik bilishadi. Bu nima tomonlama yaxshi? 70-80 kilogacha yuk olishga mo'ljallangan. Baloni haqiqiy rezina balon bo'ladi, naduvnoy bo'ladi. Nasosli, hamda bu joylar hammasi железный qilib ishlangan. 18 gacha maksimal tezlasha oladi. Sidiniya kojinli qilib ishlangan. Yonda pomagatli oyog'i ham mavjud, oranjevisi. Buni o'zim ham do'kon ichida o'tirib uchgan emas, чтобы necha kilogacha yuk ola oladi, hamda ustidagi men o'zim 80 kilo vesim, 80 kilolik yuk bilan yuradimi yo'qmi o'shani bilish uchun, lekin 80 kilolik yuk bilan ham bu anchagina chaqqon bo'lgan. Komplektatsiyasida shlemi, tizaga tirsaga taqilgan himoya vositasi ochkigi bilan chiqadi. 3 xil rejimda sekin tez qilib belgilab olsanglar bo'ladi. Turimizni qo'lda bo'ladi. Bu farasini o'chirib yoqadiganda hamda bitta zavod qilib ko'ramiz buni. Zavod qilganimizda bu yerda nechta tezlikda ketayotganinglar, batareyka foizi qancha qolgani hamda qancha masofa bosib o'tganinglarni ko'rib olsanglar ham bo'ladi. 5 yoshdan 12 yoshgacha mo'ljallangan mototsiklimiz $200 dastavkasi butun O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Juda ham sifatli, ishonchli, uncha-munchaga buzilmaydigan model. O'tgan yil sotdik, lekin umuman hali zapchast tomonidan yoki ehtiyot qism tomonidan ehtiyoj bo'lgani yo'q, hech kimda yaxshi ketyapti. Xo'p. Endi nisbatan hamyonbop mashinalarga keladigan bo'lsa, misol uchun farzandingiz 1 yosh yoki 2 yosh yoki 3 yosh sizga ozgina hamyonbop mashina olmoqchi bo'lsangiz, ushbu Toyota mashinalarimizdan taklif qilamiz. 7 yoshgacha bemalol uchsa bo'ladi. 50 kilogacha yuk olishga mo'ljallangan balonli yumshoq balon,
4x4 har bitta baloniga bittadan motor qo'yilgan bo'ladi. Eshiklar tepaga ochiladi. Sidine kojinli ham pultdan ham gaz pedalidan bola o'zi haydasa ham bo'ladi. Fleshga o'qiydi. Shu mashinamizga ham talab anchagina ko'p, sababi pulini 100% oqlaydigan mashina. Qanchalik funksiyasigacha bo'ladi? Mana fleshga o'qiydigan joyi, даже mana knopkalargacha ishlaydi. Bittasida signal chaladi, bittasida muzikadan muzikaga o'tkazadi. Summasiga keladigan bo'lsa, 1,8 million so'm dastlabki butun O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Haqiqiy yo'l tanlamas mashina shu 3 chilla modelimiz ham yo'l tanlamaydi. 1,8 million so'mdan. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib ketinglar hamda kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Shunaqa videolarni bundan buyog'iga kanalimizga qo'yib boramiz. Agar qaysidir mashinaning summasi sizlarga qiziq bo'lsa, komment yozib ketinglar, biz sizlarga javob beramiz. Hammanglarning kuninglar yaxshi o'tsin.